Bu fan o'zi nimaga kerakligiga yaqinroq kelinglar. Bugun o'qituvchilarimizdan qaysi fandan dars berishlari va bu fan tibbiyot o'quvchilariga nima uchun kerakligini so'rab bilib olamiz. Ismim Yusupova Go'zal Anvarxo'jayevna. Men akusherstvo va ginekologiyada hamshiralik ishi fanidan kiraman. Sizlarga amaliy va nazariy fanlardan. Bizning fanda asosan ayollarni ginekologik kasalliklarni o'rganamiz, ularning kelib chiqishi, etiologiyasi, patologiyasi, diagnostikasi, davolashini o'rganamiz hamda homiladorlik va tug'ruq jarayonlarida bo'ladigan fiziologik va patologik holatlarni o'rganamiz. Assalomu alaykum. Ismim Abdulbosov, xirurgiya fanidan dars beraman. Bizning fanimiz hamshiralardagi barcha amaliy jarayonlarni o'z ichiga oladi, jumladan eng oddiy aseptika va antiseptikadan boshlab organlar sistemalari, ulardagi kasalliklar, xirurgik kasalliklar va undan keyingi hamshiralik parvarishini hammasini o'z ichiga oladi. Salom, men ismim Shahadjayeva Hakima Kamoljanova, Registon tibbiyot texnikumida tibbiy psixologiya va shaxslararo muloqot fanidan dars beraman. Meni fanim eng kerakli fanlardan biri deb o'ylayman, chunki bu hamshiralarimiz, tibbiyot sohasini bitirayotgan o'quvchilarimiz bemorlar va ularning yaqinlari bilan munosabatga kirishishlariga albatta shaxslararo muloqot ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Ismim Jo'rayeva Zamira Davronovna, Registon tibbiyot texnikumida tibbiy psixologiya fanidan dars beraman. Fan juda ham muhim, chunki bemorlar bilan muloqot va kelajakda ularning ish faoliyatida hamkasblari bilan bo'lgan muloqotda ham juda ham kerakli bo'ladi va yana bizda kasalliklar faqatgina organik, ya'ni tana o'zgarishlari bilan emas, ruhiy muammolar bilan ham kechadi. Shu vaziyatda qanaqa yordam berish kerak, bularda tana o'zgarishimi, ruhiy o'zgarishimi, shuni ajratib olish uchun fanimizni o'rganish muhim. Ismim Mustafa, familiyam Obilov. Registon tibbiyot texnikumida tibbiy kimyo va biokimyo fanidan dars beraman. Meni fanim o'quvchilarga o'zining tanasini kimyoviy jihatdan anglash va kasalliklarda qanaqa kimyoviy jarayonlar kechishini anglashda yordam beradigan fan hisoblanadi.